Ayol kishi aralashmagan nima ish qoldi o'zi? Naholisi bitta kenayimizga kelib, 3 ta qo'y so'ydirdilar. Bittasini qizlarga, ikkitasini o'g'illarga so'ydirdilar. Naholisi endi bu qo'ylarimizni chiroyli qilib qotirib, maydalab beramiz. Jonivor o'zlari tanlagan qo'ylarni jigari naholisi uchalasi ham top-toza chiqdi. Naholisi kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, pastdan nomer yozib qoldiraman. Bemalol qilishingizlar, shina sifatli darajada bitirib beramiz. Naholisi go'shtlarimizni maydalashni boshladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Naholisi birinchi qo'yimizni hozir chiroyli qilib maydalab qo'ydi. Kareykalari, biqin kareykalari bu yerda. Kareykalari, bu yerda yana kareyka. Bu yerda dimlab qo'yib qo'yganmiz. Sertsamizga qilay bosib ketasizlar. Bu oshga ishlatsanglar bo'ladi, misol uchun. Qo'llarimizda buni ham oshga ketaveradi. Hamda sonimizni shashlikga ishlatsanglar bo'ladi. Aholisi bu yoq mana bu sho'rvaga. Aholisi hammasi har xil ovqatga bor aholisi. Shunga sifatli xizmatli kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, aholisi ishini sifatli qilib kelaveramiz.